وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Taqvodor bo'lishligimiz uchun avvalgilarga ro'zani farz qilgandek bizlarga ro'zani farz qilgan Robbim, o'zingga hamd, o'zingga sanolar bo'lsin. Ya Rabbi, ro'zaning avvalgi kechalarida o'zingga qulligimizni namoyon qildik. Qiyomul layllarning ustida sobit turdik. Ya Rabbi, bu qiyomul laylarimizni bizlardan qabul eyle. Qo'limizdan kelganicha muhabbat bilan, ixlos bilan qarakalarni orqasida somiy bo'lib turdik. Ya Rabbi, kalomiy bilan bizlarni qalblarimizni o'zing munavvar qil. Zohirimizni, botinimizni kalomiy bilan pokla. Bizlarni unga ulfat qil. Qabrdan nur, qiyomat kunida o'zing shafoatchi qilgin ya Rabbi. Bu kalomingdan o'zing va'da qilgan eshituvchiga bo'lsin, o'qiguvchiga bo'lsin, o'zing va'da qilgan ajr mukofotlarni bu jamoatga azofan muzofatan qilib ber ya Rabbi. Ramazonni go'zal holatda, o'zing rozi bo'ladigan holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalariga muvofiq bo'lgan holatda ado qilishlikka hammamizga o'zing tavfiq ber. La havla va la quvvata illa bik. La havla va la quvvata illa bik. La havla va la quvvata illa bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh.